Davlatimiz rahbari Ramazon oyida aholining ehtiyojmand qatlamini ijtimoiy yordam bilan yanada kengroq qamrab olish yuzasidan aniq vazifalar belgilab berdi. Shunga asosan Ramazon mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyi degan g'oya asosida kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tadbirlar davom etmoqda. Ramazon poklanish, ma'naviy yuksalish, sabr qanoat oyi. Insonlarni yaxshilik, mehr, shafqat, bag'rikenglik va ezgulikka chorlaydigan muborak oy bu yil yurtimizga o'zgacha tarzda alohida shukuh va ko'tarinkilik bilan kirib keldi. Davlatimiz rahbarining muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi hamda muborak Ramazon oyida ehtiyojmand aholini davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari to'g'risidagi qarorlari qabul qilingani barchaga xursandchilik ulashdi. Ushbu qarorlar ijrosi bilan viloyatimizda ham masjidlar va ziyoratgohlarni obodonlashtirish, xayr-saxovat tadbirlarini kengaytirish kabi xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston musulmonlar idorasining Xorazm viloyat vakilligi joylarida ana shunday ezgu ishlarga bosh-qosh bo'layotir. Navbatdagi manzil Bog'ot tumani bo'ldi. Tumandagi Navbahor mahallasida yashovchi, gapirishi va eshitishida nuqsoni bo'lgan 1-guruh nogironi Arslon Iskandarov xonadonidan xabar olindi. Ularga muborak oyning go'zal tilaklari bilan birga oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat sovg'alar berildi. Bog'ot tumanimizda Arslon bekaning xonadonida bo'ldik. O'zlari eshitmaydilar, gapirmaydilar. Lekin muhtaram yurtboshimizning tabriklari-yu, salomlarini-yu, sovg'alarini olib kelganimizda dildan xursand bo'lib, rahmatlarini, tashakkurlarini aytdilar. Shunday bir ko'ngli oksik, farzandlari ko'p, oilayki bu e'tibordan shod bo'lmoqda. Hayajonlanib duo qilamasak, duo qilganlarida o'zlaridan o'zlari ko'zlariga yosh kelmoqda. Mana bunday fayzli ishlar Ramazonga yarashadi. Muhtaram yurtboshimiz boshchilik bu go'zal ishlar barcha tuman va shaharlarimizda, respublikamiz miqyosida olganda barcha viloyatlarimizda davom etmoqda. Alloh saxovatpesha insonlarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Zero Ramazon mehr, muhabbat ulashadigan go'zal oy. Muhabbat davomli bo'lsin, mehr davomli bo'lsin, saxovat davomli bo'lsin. Keyingi manzil Nurafshon shaharchasida istiqomat qilayotgan 86-bahorni qarshilayotgan Mirzo Ota Ro'zmetov xonadoni bo'ldi. Kam ta'minlangan oila sifatida holidan xabar olingani hamda bir dasturxon atrofida iftorlik qilingani ularga xursandchilik ulashdi. Mamlakatimizda har bir jabhasida bo'lgani kabi bizning tumanimizda ham mana mehrga muhtoj, yo'qsil, nogironligi bor oilalarni imom xatiblar bilan birgalikda holidan xabar olib turibmiz. Mana bu yil Ramazon shukuhi boshqacha bo'lib turibdi. Avvalo yurtboshimiz mana shu mehrga muhtoj, yo'qsil oilalarni e'tiboriga olib, ularga mana 1 trilliondan oshiq mablag' ajratdilar. Albatta bu mablag'lar o'z joylariga yetkazilib turibdi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston xalqiga yo'llagan Ramazon tabrigida ta'kidlaganidek, keyingi yillarda inson qadrini, har bir fuqaroning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ijtimoiy adolat O'zbekistonda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani, shu asosda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarimiz xalqimiz hayotini tubdan o'zgartirayotganini ta'kidlash o'rinlidir. Ramazon oyi munosabati bilan joylarda xayr-saxovat, mehr-muruvvat tadbirlari davom etmoqda.